Xo'p, hammaga salom. Kecha mendan kimdir so'rayapti-da, kreativlarni bitta o'zgartirmasdan qanaqa qilib turib bittada o'zgartirsa bo'ladi, ana o'chirilgan kreativlarni yoki kerak emas kreativlarni deb kimdir savol beryapti-da. Mana shu videoda hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, kompaniyani tanlab olamiz. Mana gruppalarga o'tamiz. Mana men bitta o'chirib qo'ygan kreativlarim bor. Ya'ni bularni o'zgartirishim kerak. Xo'p, bitta o'zgartirib chiqish buni juda ham ko'p vaqt oladi, ham energiya. Buni bittada o'zgartirsa bo'ladi. Uning uchun hammasini tanlab olamiz. Ahamiyat beringlar, faqat bittada o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, raqamlar, kreativlar hammasi bir xil bo'lishi kerak. Bu yerdan izming tugmasini bosamiz. Mana hammasi tanlab olindi. Bu yerdan mana udalить qilaman. Kreativimizni joylashtiramiz. Yangisini. Mana kreativini. Mana yoqib qo'yamiz galchkani. Juda tushmadi. Bo'ldi. Hammasiga tushdi, mana ko'rasizlar. Endi shundoq yoqib yuboramiz. Reklamamiz ishlab ketadi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Istoriyani kuzatib boringlar. Bundan yaxshiroq kontentlar anaqalar joylab turamiz endi.